Siz bo'lmasangiz ola olmasdim. Eksklyuziv, okay, eksklyuziv. İçeriye kirib ichlarini ko'rsatamiz. Amerikanskiy hammerni. Oy! Вообще bu, mana burun-ku bu. Qani? Gap bo'lishi mumkin emas. Mana pulemotdan chiqib ta. Qani bismillah. Bu samolyotdan ham knopkasi ko'p buni. Mana zavat qilar ekan. Arctic Hater. Yo'q, o'chir. Rahmat aka. Rahmat. Ismi Lal Muhammad. Ha, Lal Muhammad, rahmat. Lal Muhammad aka. Ha, yangi bayrog'i Tolibonni. Qani mana bu orqa eshigini ham o'g'irligini qaranglar buni, mana buni. Gap yo. Bizda kerak motori bor ekan. Yurarkan. Bittida ko'rsatib qo'yavera qolay. Mana qarang. O'q tegan. Ne bu o'q tegan? Ana. Inonisini qarang. Voy onang nima ko'r. Buni butida ham bor ekan. Mana qarang. Ado bo'pti. Voy opoqingni. Biz uchun ko'rmaganmiz-da. Biz uchun antiqa tuyuladi-da. Enomimiz tank. Yonmabda masjid bor ekan. Mana nima bor ekan endi mana. Gap ham kelmayapti boru. Mana biroq MK ko'taryaptilar. MK o'qlarni boylab olganlarni qarang. Tolibon. Gap yo'q. Ketamiz, oldimizdan chiqib qoldi. Mana shunaqa narsalarni ko'rib ketaveramiz-da. Mana o'sha tillarda doston bo'lgan, hamma gapirayotgan Qo'shtepa kanali mana. Mana shu o'sha kanal. Amudaryoning yo'lini bu yoqqa o'girdi, bu yoq degan rosa gap so'zlar bo'ldi-yu. Aynan mana shu Qo'shtepa kanali qamish o'sib yotibdi hamma yoqda. Nimaga bunaqa bo'lib yotibdi? Hozir bu yerdagi tanishlar aytayaptiki, suv yerga o'tiryapti. Bilmadim, men buni yaxshi qilmaganigami, bilmadim deyishyapti. Men atroflarini ko'ryapmiz, haqiqatda turpoq bo'lib yotibdi, bu hech qanaqa qilinmagan. Suv dalish oqib bormayotgan ekanda, shimyotgan ekan. Cho'llar o'rtasidamiz, mana ko'ringlar o'zinglar, hamma yoq cho'l. Cho'ldan katta kanal olib o'tishyapti. Xullas, Qo'shtepa kanali mana mashit. Etishlariga qaraganda suv ko'paymayotganmish, suv ko'p oqmayotganmish, suv yerni tagiga shimyotganmish degan narsani aytishdi. Bu meni fikrim emas, mashit местный aytyapti. Afg'onistonga kirib kelayotganimizda biz delegatsiya bilan kirib ketdik, to'g'rimi? Shunday kirib ketdik. VIP kirdi. Katta bronirованный mashinalarda muammo bo'lmadi, deklaratsiya to'ldirmadik. Bu o'zimizning ziyonimizga ishladi. Bizning rejalarimiz o'zgarib qolib, hamma bilan birga qaytmayapmiz-da, o'zimiz qaytyapmiz va deklaratsiya to'ldirmaganmiz. Va bizning cho'nchagimizda pul bor. Hammada har xil pul bor edi, menda ham ancha pulim bor edi. Endi har ehtimolga qarshi pul olganim. Ya'ni o'tda nimadir arzon chiqib qolsa olveraman. Bir qismdan nimadir foydalanaman dedim-da. Akazisi chegaradan $500 ko'p pul olib o'tish mumkin emas ekan. Agarda deklaratsiyaga kirgizgan bo'lsangiz, pожалуйста. Hozir 10 mingdan oshiq pulni shundan tashab perevod qilib yuboramiz endi. Afg'onistonga shu ishonchli o'rtoqlar bor edi, o'shalarga aytdik, perevod qilib berishadi. Do'stlik ko'prigi. Amudaryo. Mana sizga Amudaryo, katta Amudaryo. Va biz Do'stlik ko'prigidan piyoda o'tmoqdamiz. Maza qiladigan joy ham qarang. Poyezd ham shu yerdan o'tadi, aka. Mashina ham o'tadi, odam ham o'tadi. Men umrimda o'ylamagandim shu yerdan o'taman deb, aka. Men videolarni ko'rdim, 79-yillarning panka-pankalarda o'tib ketgan videosini. Ha, Amudaryoda suv ko'p, aka, qarang. Ko'payibdi. Ha, ko'payibdi gapi. Mostini qaranglar. Ochu. Amudaryo shunda o'tyapti shu yerdan. Mana kelyapti. O'sha mashhur poyezd. Afg'oniston chegarasidamiz. Do'stlik mosti. Ham odam, ham poyezd, ham mashina bitta joydan o'tadi. Aynan shu most Afg'oniston uchun hayot-mamot masalasi desam ishonasizmi? Oxirgi paytda hayot-mamot masalasiga aylandi. Pokiston bilan Afg'onistonning o'rtasida munosabatlar yaxshi emas. Eronda urush ketyapti. Turkmaniston va Tojikistonda ishlab chiqariladigan mahsulotlar yo'q. Yagona tranzit yo'li faqat O'zbekiston orqali. Rossiyadanmi, Qozog'istondanmi, Xitoydanmi qatdan kelishdan qat'iy nazar, aynan mana shu most orqali mahsulotlar, odam, nimaki poyezd hammasi mana shundan o'tadi. Shundan boshqa Afg'onistonliklar uchun boshqa yo'l yo'q hozirgi kunda. Faqatgina shu yo'l orqali ularga oziq-ovqat, boshqa mahsulotlar kirib chiqyapti.